Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizda o'tamiz bugun. Bugun proxy rig qilishni o'rganamiz. Proxy rig nima degani? Bu animatsiya jarayonini osonlashtirish uchun, tez ishlash uchun, sahnamiz tez ishlashi uchun qilingan rig hisoblanadi. Odatda riglarimiz og'ir bo'lib ketsa, poza qo'yishda, animatsiyani ko'rishda juda qiyin bo'ladi. Va ishni orqaga cho'zadi. Masalan, mana bu rigni olib qarasak, poligoni ko'p. Mana agar ko'radigan bo'lsak, poly count. Mana 78,000 poligon. Bu hozir anaga qo'yilmagan. Turbo simusga qo'yilmagan. Mana ko'rganingizdek, qani ikkalasi ham bir xil bo'lib turibdi. 78,000. Birni bosib turibmiz. Shunday bo'lsa ham, skinlari, narsalari tufayli juda ham sekin FPS ko'rsatadi. Masalan, qarasak, qarang, 4.7 ko'rsatyapti. Agar men buni qo'ysak, qarang, 4.7, 4.8. Shu atrofda ko'rsatyapti. Endi buni tezlashtirish uchun proxy rig qilishni o'rganamiz. Ya'ni maksimalni FPS ko'rsatadigan bo'lish uchun. Buning uchun juda ham poligoni kam bo'lgan ularni yaratishni boshlaymiz. Silindrlardan, kublardan qilsak bo'ladi. Masalan, biz silindrdan qilamiz. Tak, mana bu yerda X bo'yicha yaratamiz va create. Mana yaratib oldik. Buni endi suyaklariga yopishtirishimiz kerak. Suyagini yoqib olamiz mana. Va birinchi suyagini dumdan boshlaymiz. Mana bu suyakka parent constraint qilamiz. Constraint parent maintain offset o'chirib qo'yamiz. Mana yoqildi. Tak. Bu yerda head baseline da bu yoqqa tashlaymiz. Mana. Tak. Paralligi. Mana. Subdivision 20 ta ekan, bu menimcha ko'p. 20 ta 8 ta qilaylikchi. Menimcha 8 ta normal. 8 ta normal. Endi masalan kerak bo'lsa, yana ham daqiqroq qilib ana qilishimiz mumkin. Mayda model qilishimiz mumkin. Masalan, men bunaqaroq mana bu yerni bunaqaroq qilib o'zingizga moslab qilishimiz mumkin. O'zimizga moslab. Birinchi tayyor bo'ldi. Endi masalan, buni qilganimizda qarang, buni birga harakat qiladi. Biz joint bilan. Xuddi shunday davom etamiz. Keyingisi constraintni o'chirib tashlaymiz va mana bu jointni belgilaymiz. Va bunga constraint parent. Mana bunday. Checked. Va hokazo davom etaveramiz. Yana duplikat. Bu constraint parent. Keyingisi constraint parent.
Duplicate. Constraint parent. Qilib chiqamiz hammasini. Xuddi shunday oyoqlarni ham shunaqa qilsak bo'ladi. Masalan, mana buni duplikat qilamiz, constraint o'chirib tashlaymiz va oyoq qo'yamiz. Bunaqaroq qilsak bo'ladi. Duplikat. Endi bu oyog'ini qilamiz. Odatda 1 soatda hamma narsani qilib tashlasa bo'ladi. Qarang. Xohlovchilar mana bu meshni o'zini duplikat qilib o'shani qilsa ham bo'ladi, lekin bu yerda qarang poligonlar ko'p. Tavsiya qilmayman. Mana bunaqa narsalardan qilsa yana ham yaxshiroq bo'ladi. Xuddi mana shu uslubda hamma suyaklarga qo'yib chiqamiz, kerakli katta-katta suyaklarga va bizda tayyor bo'ladi mana bunaqa. Bir safar ko'rayotgandik, 4.7 ko'rsatayotgan edi. 4.7 5 FPS ko'rsatayotgan edi. Hozirgisini sinab ko'ramiz. Mana bu ishimiz. Tak, rigimiz. Mana proxy'miz mana bunday qilib chiqdik. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Endi FPS'imizni ko'rsak, qarang. Tak. 30 ko'rsatyapti. Real time ko'rsatyapti, qarang. Juda ham tez ishlaydi. Ya'ni dumlari undan ham tez ishlaydi. Agar buni animatsiyani o'zini play qilib ko'rsak ham, e'tibor bering. Real time ko'rsatadi. 30 FPS ko'rsatadi. Bir 115.000 poligon bu anoniki. Demaydi. Mashinaniki. Adashmasam. Jeep. Mashinaniki ekan. Shunday bo'lsa ham baribir ko'rayotgan bo'lsangiz, qarang, real time ko'rsatyapti. Animatsiyaga juda qo'l keladi. Proxy bilan ishlash. Xohlagan bunaqa layer qilib yasab olsalaringiz, mana xohlagan paytda buni meshda yoqib olsalaringiz bo'ladi. Meshda ko'rsak, ko'ryapsizmi? Mana 605, 7, 5 FPS ko'rsatyapti. 5.1 o'rtacha 5 FPS ko'rsatyapti. 4.8, 4.7 FPS, ya'ni qotib ishlayapti, chunki skilllarni ishlatish biroz qiyinroq. Proxy bilan ishlaganingizda ularni constraint qilsak, constraintlar ancha tez ishlaydi va mana bunaqa real time ko'rsatadi. Mana shular. Bu hammasi mana tayyor qilingan. Bilganingizdek hammasi ishlaydi. Va FPS juda ham yuqori ko'rsatadi, qarang. Tak. 24, 25 FPS ko'rsatadi. Mana shular. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Proxylarni ishlatingizlar. 1 soatgina vaqt ajratsalaringiz, butun shot davomida qiynalmasdan ishlaysizlar. Salomat bo'linglar.